Qadimgi tabobatda aytilishicha, qaynatilgan lavlagi qaltiroqni, ya'ni epilepsiyani davolashda foydali. U ehtirosni kuchaytiradi. Lavlagi mevasining sharbatini asal bilan birga burunga tomizilsa, miyani zararli moddalardan tozalaydi. Barglarning spirtli ekstrakti antidepressiv, neyroprotektiv, ya'ni nerv tollarini tiklovchi ta'sir ko'rsatadi. Lavlagi bargining siqib olingan suvi, ya'ni sharbati, yuzda qo'llanilsa, burga va bitni o'ldiradi. Osilib turgan so'galarni ko'chiradi. Temiratkini, sovuqdan yorilgan terini davolaydi. Qizil lavlagining shirasi va bargining qaynatmasi sovuqdan yorilganga foyda qiladi. Lavlagi qaynatmasini tovon yorilganda iliq vanna qiling. Lavlagi bargi va mevasining qaynatmasi yuza qo'llanilganda ham bitlarni o'ldiradi. Qazg'oqqa foyda qiladi. Podagrada, bo'g'im og'riqlarida foydali. Lavlagining shirasi yuza qo'llanilsa, ozoqlarni, temiratkini davolaydi, burgalarni o'ldiradi. Lavlagi suvi bilan bosh chayilsa, boshdagi kepaklarni tozalaydi. Zamonaviy xalq tibbiyotida lavlagi sharbati yoki qaynatmasi jarohat bitqazuvchi sifatida qo'llaniladi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, lavlagi ichki a'zolarni tozalaydi, quyuq moddalarni eritadi, isitmani tushiradi. Lavlagini xantal, ya'ni garchitsa va sirka bilan yeyilsa, taloqdagi tiqilmalarni ochadi, shishlarini eritadi. Shuningdek, buyrak, siydik pufagi va orqa chiqaruv yo'lidagi og'riqlarga foyda qiladi. Lavlagi iste'mol qilinganda kalit, ya'ni qulanchga yordam qiladi. Lavlagi sharbati yoki qaynatmasi bilan huqna qilinsa, ya'ni klizma qilinsa, ichakdan qattiq moddalarni chiqaradi. Tushgan to'g'ri ichakni joyiga qaytaradi. Lavlagi yasmiq, ya'ni chechevitsa bilan birga yeyilsa, ichishni kuchli tarzda qotiradi. Lavlagi yeyilganda oshqozonga zarar qiladi. Ko'p yeyilsa, ko'ngilni aynitadi, qonni kuydiradi. Zararini ketkazish uchun g'o'r uzum suvi, yasmiq yoki boshqa nordon mahsulotlar bilan birga iste'mol qilish kerak. Zamonaviy tekshirishlarda lavlagining o'smalarga qarshi, qondagi qand va xolesterin miqdorini kamaytiruvchi, jigar to'qimasini tiklovchi xususiyatlari aniqlangan. Lavlagi bargining suvli tindirmasi qon yaratilishida yordam berishi aniqlangan. Lavlagi vitaminlar va mikroelementlar saqlash bo'yicha barcha sabzavotlardan ustundir. Sink saqlash bo'yicha birinchi o'rinni egallaydi. Yod va temir ham talaygina. Shu sababli yurak kasalliklari, qamxonlikda mikroelementlar manbai sifatida tavsiya etiladi. Sog'lom hayot tarzi va salomatlik uchun eng zaruriy, eng foydali maslahatlar olish uchun Telegram kanalim yoki Instagramga obuna bo'ling.